Badjon, men maktabga ketdim. Darsdan chiqib o'ynashga borsam maylimi? Nima? 5-sinfligidan o'ynash topoldim hali. Yo'q, futbol o'ynashga boraman, dada. Ha, qizlarga gapirsang urib moyib qilaman bola. Obid, odam anatomiyasi videosi nima edi? Shu 38-varaqdagi mavzu. Keyin xotira daftariga kimni yaxshi ko'rasiz degan joyga javobing yozib bor. Qiziqda. O'ylaydi qiziqishlaringizga o'tishsin sizda. Voy sharmanda, o'g'lim 18 ga kirmay yurib qo'yibdi. Men sen ho'kizga qizlar bilan gaplashmay demadim. Ha, nega kecha Olbikinamdan to'yda ko'rinmading? Biz ichkarida kasata yo'q-juduqda. Sen o'roq bilan oyog'iga urasan. Men ketmon bilan beliga solaman. Run. Obid aka, mana magistrni ham bitirdik. Sizni shuncha kutdim. Sovchilaringizni yuborasizmi? Kechirasiz, menga qizlar bilan gaplashish mumkin emas. Dadam urishadi. Men o'qib, yaxshi ishlab, ota-onam orzularini amalga oshirishim kerak. Men bir erkak so'zidagi gap, charchamang. Aya dada, men ishga ketdim. Ho'kiz, 35 ga kirding, uylanmaysanmi? Nima u? Men ana sizlar orzu havaslaringizni amalga oshiradigan bir apparatcha emasmanmi? Men ham odammanmi? Sen tengilarni 4 ta bolasi bor. Uylan. Qiz yo'q bo'lsa, go'rimdan uylanamanmi? O'l og'zi ochiq. Shuncha yil o'qib bitta qiz topa olmadingmi? Chumo.